Poytaxtimizda oliy ta'lim taraqqiyoti istiqbollari mavzusida xalqaro anjuman va uning doirasida ilmiy axborotga kirish va noshirlik faoliyati deb nomlangan forum tashkil etildi. Tadbir O'zbekistonning Milliy Erasmus Plus ofisi, Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda o'tkazildi. Oliy ta'limni isloh qilish bo'yicha ekspertlar milliy jamoasining an'anaviy yillik konferensiyasi va forumi. Bu Erasmus Plus loyihalari natijalari hamda oliy ta'limdagi innovatsiyalarni ommalashtirish, eng yaxshi tajribalarni ulashish va targ'ib qilish uchun muhim imkoniyat. Ishtirokchilar tomonidan ta'limda samarali metodikalar, yutuqlar, tendensiya va muammolar keng muhokama etildi. 2017-yil ko'rsatkichlariga ko'ra oliy ta'lim tashkilotlari soni 70 ga yaqinni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunda bu ko'rsatkich 200 dan oshiqni tashkil etmoqda. Shuningdek, 30 dan ortiq xorijiy oliy ta'lim muassasalari filiallari ham O'zbekistonda faoliyat ko'rsatyapti. Shuningdek, nodavlat ta'lim tashkilotlari soni ham 70 dan oshiqni tashkil qiladi. 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasida belgilangan vazifalardan eng muhimlaridan biri, demak, oliy ta'lim tashkilotlarini xalqaro reytinglarga kirishini ta'minlash edi. Mana bugungi kunda eng nufuzli reytinglarda ham oliy ta'lim muassasalari o'zini demak aks ettirishni boshlagan. Mana shu vazifalarni bajarilishida Erasmus Plus dasturining o'rni ham shu bilan bir qatorda ularning ekspertlari, loyihalari bilan ishtiroki juda ham ahamiyat kasb etmoqda. Konferensiya maqsadi demak mana shu Erasmus loyihalarini bosqichma-bosqich maktab ta'limiga ham joriy etish. Ma'lumotlarga ko'ra, muhokamalar yakuni bo'yicha konferensiya bayonoti, shu jumladan oliy ta'limni isloh qilish bo'yicha ekspertlar tavsiyalari to'plami ishlab chiqildi. U oliy ta'lim hamjamiyatiga 2026-yil uchun mo'ljallangan bo'lib, Milliy Erasmus Plus ofisi veb sahifasida e'lon qilinadi. Tadbir doirasidagi sessiyalarda oliy ta'limni raqamlashtirish, masofaviy ta'limni rivojlantirish hamda ilmiy ta'limiy axborotlardan foydalanishning ilg'or usullari va vositalari, Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo mamlakatlari oliy ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligi, bitiruvchilarni ishga joylashtirish, Erasmus Plus dasturi va loyihalardagi ilg'or tajriba va yutuqlar keng muhokama etildi. Shuningdek, oliy ta'limni isloh qilish bo'yicha ekspertlar va bir qator akademik nashriyotlar vakillari ishtirokida ilmiy axborot va noshirlik faoliyatiga kirish an'anaviy ilmiy forumi ham bo'lib o'tdi. Ishtirokchilarning o'zaro tajriba almashish, ilg'or usullar, jahon ilmiy ta'limiy manbalari, tendensiya va muammolar bo'yicha tahlillari, noshirlik faoliyati va ilmiy tadqiqotlarni faollashtirish yuzasidan o'tkazilgan muloqotlari oliy ta'limni rivojlantirish samaradorligini oshirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.